Bu tasvirlar sun'iy intellekt emas. Rossiyaning olis Kamchatka yarim oroli yaqinda bo'lib o'tgan kuchli qor yog'ishi tufayli uyilgan qorlardir. Mahalliy aholi va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarga ko'ra, qor ba'zi joylarda 3 metrga yaqin yoki undan ham balandroqqa to'plangan. Hovli uylarning tomigacha yopilgan qor uy ichidagi odamni tashqariga chiqishiga to'sqinlik qilgan hatto. Shu bilan birga kuchli qor yog'ishi avtomobil yo'llarini va transport infratuzilmasini izdan chiqaradi. Odamlarni kundalik hayotdan vaqtincha uzib qo'ydi. Biroq kamchatkaliklar bunga tezda ko'nikib, ko'ngi ochar ishlarni boshlab yubordi. Kimdir derazasidan qor uyumiga sakrab go'yo dengizda suzgandek suzsa, yana kimlardir g'avvos kabi qor tagidan mashinalar izlamoqda. Bu esa ijtimoiy tarmoqlarda quvnoq kontentlar yaralishiga sabab bo'ldi. Meteorologik ma'lumotlarga ko'ra, Kamchatkaning tog'li qismida qor qoplamining qalinligi hatto 4-8 metrga, ba'zi qoyalarda esa 10-15 metrgacha yetishi mumkin. Ma'lumot uchun bu qalinlik qorning yog'ishidan kelib chiqmagan. Kamchatka orolida shamol odatda juda tez bo'ladi. Ba'zan soniyasiga 30-40 metrgacha. Shu sabab ochiq joylardagi qorni shamol olib kelib to'siqlarga uradi va uyilgan qor balandligi rekord darajaga chiqib ketadi. Bu videoni qorni sog'inganlarga yuborib qo'ying. Yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.